Assalomu alaykum, hurmatli Alfragansk universiteti professor o'qituvchilari, talabalari. Bugungi video qo'llanma mavzusi xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalarni taqqoslash jarayoni, bosqichlari va turlari mavzusiga qaratiladi. Taqqoslash jarayonini biz xalqaro ilmiy jurnallarni veb-saytlarini ko'rganimizda peer review process deb yozilgan bo'ladi. Demak, taqqoslash, ya'ni peer review nima degani? Taqqoslash bu ilmiy maqolalarning sifati, ahamiyati va haqqoniyligini ta'minlash uchun o'tkaziladigan mustaqil ekspertlar tomonidan baholanish jarayoni. Mustaqil ekspertlar bular taqrizchilar. Qaysiki reviewers deb yoziladi xalqaro ilmiy jurnallarning veb-saytlariga ko'rganingizda. Va bu taqrizchilar mazkur siz maqola yuborayotgan jurnalingizni bir necha yildan beri maqola chop etib kelayotgan siz kabi tadqiqotchi va yoki mutaxassis hisoblanadi. Ular bu jurnalda maqola chop etish bo'yicha ko'proq yillik tajribaga ega bo'lganligi uchun siz kabi mualliflarni maqolalarni bosh muharrirlar yoki muharrirlar mana shu kabi ekspertlarga, mustaqil ekspertlarga yuborishadi. Bu jarayon barcha nufuzli ilmiy jurnallar faoliyatini asosini tashkil etadi. Taqqoslash ilmiy nashrlarda sifatni ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi. Maqolalarni taqqizdan o'tkazishdan maqsad ilmiy ma'lumotlar sifatini ta'minlash, ya'ni qaysiki ilmiy maqolangizda yoritilgan ma'lumotlar noto'g'ri, soxta yoki ishonchsiz tadqiqotlarning chop etilishini oldini olish, tadqiqotchilarga mutaxassislardan, ya'ni taqqizchilardan izohlar olib berish va maqola argumentlarini mustahkamlash va kamchiliklarni bartaraf etishdir. Taqqizlash jarayonining ahamiyati quyidagilardan iborat. Jurnalda chop etiladigan maqolalarning yuqori sifatini ta'minlaydi. Maqolalarning ilmiy ahamiyatliligini kafolatlaydi. Muallif uchun foydali fikr-mulohazalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot sifatini oshirishga yordam beradi. Ilmiy amaliyotda halollikni mustahkamlaydi. Bu yerda tadqiqot deganda, agar birinchi marta bu video qo'llanmalarni eshitayotgan tadqiqotchilar bo'ladigan bo'lsa, ilmiy maqola shunchaki birdaniga yozib ketilmaydi. Uni asosi tadqiqotdir. Research deymiz. Uni asosi tadqiqot. Kichik bo'lsa ham bir tadqiqotni amalga oshirgan bo'lishingiz kerak. Yoki raqamli, yoki sifatli. Raqamli o'zi odatda miqdoriy deyiladi. Quantitative. Sifatlini qualitative. Ko'pchilikning xabari bor. Ya'ni qaysiki agar ma'lumotlaringiz raqamli ma'lumotlardan iborat bo'lsa, raqamli tahlillarni amalga oshirasiz va raqamli natijalar olib ularni izohlaysiz. Bu tadqiqot. Yoki sifatli bo'ladigan bo'lsa, qualitative, demak ma'lumotlaringiz audiolardan, video yozuvlardan, so'zlardan, gaplardan iborat bo'ladi. Yig'adigan ma'lumotingiz ham shunday, tahlil etadigan ma'lumot usullaringiz ham shunday, ya'ni raqamli bo'lmaydi va ularning natijalari ham so'zlardan iborat bo'ladi. Bu qualitative, sifatli tadqiqot usuli bo'ladi. Demoqchimanki, bu yerda buni ma'lumot uchun aytib ketdim, ya'ni har bir maqolani zamirida, asosida tadqiqot yotadi. Chunki siz tadqiqotni amalga oshirganingizdan keyingina uni hisobotini yozasiz. Hisobotini ilmiy maqola deb aytishimiz mumkin. Yozasiz va unda o'sha mavzuni dolzarbligini, ahamiyatliligini, tadqiqot savollaringizni, tadqiqot muammolaringizni, tadqiqot vazifalaringizni, gipotezalar bo'lishi mumkin balkim. Mazkur mavzudagi demak adabiyotlar sharhini, tadqiqotingiz natijalarini, muhokamalarni qaysiki oldingi tadqiqot obyektlari bilan solishtirasiz. Tadqiqot savollaringizga javob berasiz, xulosa qilasiz, ilmiy yangiliklar taqdim etasiz, tavsiyalar taqdim etasiz. Mana shuni siz ilmiy maqola ko'rinishida yoritasiz. Shuning uchun ham har safar seminarlarimizda, prezentatsiyalarimizda va mana shu kabi video qo'llanmalarda biz demak mana shu tadqiqot deb aytamiz. Qaysiki bu ilmiy maqolani asosini tashkil etadi. Keyingisiga o'tsak, taqqizlash jarayonining asosiy bosqichlari. Bunda muallif maqolani jurnalga yuboradi. Jurnal tahririyati dastlabki tekshiruvni o'tkazadi. Muharrir maqolani baholaydi va taqrizchilar tanlanadi va maqola ularga yuboriladi. Taqqizlash jarayoni amalga oshiriladi. Jurnal tahririyati taqrizlarni qayta baholaydi va qaror mualliflarga yetkaziladi. Qaysiga yo qabul qilindi, accept yoki rad etildi, reject. Bu yerda hozir biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin va bir nechta o'sha nashriyotlarni yoki jurnal tahririyatlarini bir nechta demak maqolani to muallif tomonidan qabul yuborilib, to u bir nechta bosqichlardan o'tib, to chop etilguncha bo'lgan jarayonni ko'rib chiqamiz bir nechta chizmalarda. Misol uchun muallif maqolani jurnal tahririyatiga yuboradi. Yuborganda juda ko'p hollarda 90% dan yuqori desak ham bo'ladi.
jurnal saytidan yuborasiz. Jurnal saytidan. Jurnal saytiga kirganingizda o'sha yerda submit an article yozilgan bo'ladi yoki shunga o'xshash so'zlar yozilgan bo'ladi. Kamdan kam hollarda jurnallarda elektron pochtalar ko'rsatiladi. Ana shunday vaziyatda siz maqolangizni elektron pochta orqali yuborishingiz mumkin. Boshqa hollarda esa mazkur jurnalni veb saytidan ro'yxatdan o'tib, kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, manuskript deyiladi, o'sha yuboradigan maqolangizni manuskript, ya'ni qo'lyozma deyiladi, biriktirib va yana agar boshqa qandaydir hujjatlar so'ralgan bo'lsa, ularni ham demak biriktirib, demak jurnal saytidan jurnal tahririyatiga maqolani yuborasiz. Demak, bu yerda muallif jurnalni maqolaga, demak maqolani jurnal saytiga yubordi. Yuborganda u bosh muharrir tomonidan baholanadi. Baholanganda qaysiki maqolani mavzusi, ahamiyati, dolzarbligi, ilmiy yangiliklari va hokazo ma'lumotlari jurnalni maqsadi va qamroviga, jurnal yo'nalishlariga to'g'ri keladimi degan savol bo'ladi. Agar ha, to'g'ri keladi bo'ladigan qarorga kelsa, muharrir maqolani taqrizdan o'tkazib berish uchun uni taqrizchilarga yuboradi. Agar yo'q, muharrir birinchi baholaganda bu maqolani mavzusi va maqoladagi mazmun mohiyat, ilmiy yangiliklar jurnalni yo'nalishlariga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, darrov u rad etiladi. Yo rad etiladi yoki u taqrizchilarga yuboriladi. Mana taqrizchilarga yuborildi. Taqrizchilarga yuborganda bu yerda taqrizlash turlari bir nechta. Hozir ularni haqida ma'lumot berib o'taman. Bitta taqrizchi, ikkita taqrizchi, 3 ta taqrizchi tomonidan ham ko'rilishi mumkin. Taqrizchi yoki taqrizchilar maqolani taqrizdan o'tkazib beradida, undan keyin bosh muharrirga yana baholash uchun yuboradi. Bosh muharrir u taqrizni yoki taqrizlarni baholaydida, agar yana u muallif tomonidan yana qayta tuzatishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bosh muharrir o'zi uni muallifga yuboradi. Muallif uni yana qayta to'g'rilab, taqrizchini bergan kommentlarga izohlar berib, kerakli yana tuzatishlarni kiritgandan keyin uni yana shu boshidan xuddi birinchi maqolani qanday yuborayotgan bo'lsa, yana uni tahririyatga yuboradi. Faqat o'sha ikkinchi marta yuborayotganda muallif o'sha yerda belgilangan yozuv bor. Ikkinchi marta yuborayotgani to'g'risida belgi qo'yib yuboradi maqolani. Birinchi marta yuborayotgan bo'lsa, u belgini qo'ymaydi. Ana endi agar muallif tomonidan qayta tuzatishlar kiritib, yana u bosh muharrirga yuborilsa, bosh muharrir uni yana taqrizchiga ko'rib berish uchun yuboradi va taqrizchi agar uniga yaxshi baholab taqriz beradigan bo'lsa, uni yana bosh muharrirga yuboradi. Bosh muharrir uni yana qayta baholaydida yoki qabul qiladi. Yoki agar ikkinchi marta qaytib kelganda ham yoki birinchi o'sha taqrizni baholaganda ham agar muharrir demak qoniqmasa, demak uni rad etadi. Demak, birinchi holda ham, ikkinchi holda ham agar bosh muharrirga taqrizchilardan kelgan taqrizlash ma'qul bo'lmasa, rad etadi, butunlay rad etadi, muallifga tuzatish uchun yubormaydi. Agar biroz tuzatishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, muallifga yuboradi. Yoki agar biroz tuzatishlar ham kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa holatlar deyarli yo'q. Deyarli tajribali tadqiqotchilar ham maqolasini jurnal tahririyatiga yuborganda taqrizchilar tomonidan kamchiliklar ko'rsatiladi o'zi odatda va uni to'g'rilash uchun u muharrirlarga yana qaytariladi. Juda ham kamdan kam hollarda u to'g'ridan to'g'ri qabul qilinishi mumkin. Bu juda ham kamdan kam hollarda. Qabul qilindi deylik. Qabul qilingandan keyin unga o'sha production deyiladi. Demak, kerakli o'sha formatlash va boshqa demak talablarni bajarish bo'yicha bu yerda biroz ishlar amalga oshiriladi. Undan keyin publication chop etishga yo'naltiriladi. Yoki keyingi chizmani ko'radigan bo'lsak, deyarli bir-biriga o'xshash bu chizmalar. Muallif jurnalga maqolani yuboradi. Bu yerda muallif jurnal tahririyatiga maqolani yuboradi. Jurnal muharriri manuskript deyilyapti. Mana manuskript deganda maqolani tushunasiz. Jurnal muharrir manuskriptni, ya'ni maqolani yoki qo'lyozmani baholaydida, agar mutlaqo jurnalni maqsadiga to'g'ri kelmasa, yo'nalishlarga to'gri kelmasa, uni darrov rad etib yuboradi. Bo'ldi. U tuzatish uchun muallifga berilmaydi ham, taqrizchiga ham yuborilmaydi ko'rib chiqishga. Agar jurnalning maqsadi va qamrovi yo'nalishlarga ma'qul keladigan bo'lsa, uni taqrizchiga yuboradi. Mana manuscript sent to reviewers yoki reviewer yoki bitta yoki ikkita yoki 3 ta taqrizchiga yuboradi. Taqrizchilar jurnal tahririyatini taqrizlash siyosatiga ko'ra single blind, double blind, transparent peer review yoki open peer review yoki boshqa turlari bo'lishi mumkin. Qaysidir bitta turi bo'ladi. Shu tur bo'yicha taqrizchilar maqolani taqrizdan o'tkazib beradi va uni
bosh muharrirga baholash uchun yuboradi. Bosh muharrir ko'rib chiqadida, agar maqola qayta tuzatishlar kiritish kerak bo'lsa uni muallifga yuboradi, qayta tuzatishlar kiritib to'g'rilab berish uchun. Muallif uni yana bosh muharrirga qaytib yuboradi. Bosh muharrir uni yana baholaydida yoki rad etadi, agar demak uni talablariga javob bermasa yoki maqolani qabul qiladi bu jarayonda. Yoki mana bu jarayonda ham shunga o'xshash ma'lumot. Demak, birinchi maqola chop etiladi. Birinchi maqola muallif tomonidan yuboriladi va o'sha first submission round, birinchi o'sha maqolani yuborish raundi boshlanadi. Bu yerda to'liq bermagan muharrir yoki bosh muharrir tomonidan maqola baholanadi. Baholangan paytda yuqorida aytib o'tdim, maqsadi, qamrovi, yo'nalishlariga, mavzulariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? To'g'ri kelmasa, u rad etiladi. To'g'ri keladigan bo'lsa, peer review jarayoni boshlanadi. Ikkinchi raund taqrizlash jarayoni. Agar taqrizlash jarayonida ham taqrizdan o'tgandan keyin muharrir uni qayta baholanganda unga ma'qul kelmasa, u yana rad etadi. Agar qayta bu yerda u haqida ma'lumot berilmagan, tuzatishlar kiritish kerak bo'lsa, uni muallifga yuboradi. Muallif uni qayta tuzatish kiritib, yana jurnal tahririyatiga yuboradi va o'sha tuzatish kiritish jarayonlari final revision, ya'ni revision bu tuzatish kiritish, ya'ni qaysiki taqrizchini kommentlariga javob berish muallif tomonidan. Undan keyin u maqola chop etishga qabul qilinadi. Undan keyin chop etilish jarayonlari boshlanadi. Yoki mana bu chizmada ham birinchi mana muallif maqolani yuboradi, muharrir tomonidan maqola baholanadi. Demak, ikkita qaror qabul qilinadi, yoki rad etiladi, yoki ma'qul kelsa u taqrizlash jarayoniga yuboriladi. Taqrizlash jarayonidan keyin bu maqola yoki rad etiladi, yoki qayta tuzatishga muallifga yuboriladi. Muallifga yuborilganda, demak, muallif uni qayta to'g'rilab beradi, qaytadan to'g'rilab bergandan keyin uni yana qaytib muharrirga yuboradi. Muharrir to'g'rilangan yoki kommentlarga izoh berilgan, tuzatishlar kiritilgan maqolani yana qayta ko'rib chiqadida qaror qabul qiladi. Yo qabul qiladi yoki rad etadi. Qabul qilsa, undan keyin o'sha nashriyot tomonidan proofs jarayonlari boshlanadi. Undan keyin nashriyot tomonidan chop etish jarayoniga o'tadi. Bu yerda proofs jarayonida maqola muallifga yuboriladi, uni mualliflari afiliatsiyalari va boshqa maqolani qaysi turda, open accessni qaysi turda chop etish bo'yicha yana boshqa ma'lumotlar bu yerda kelishiladi. Undan keyin maqola chop etilishga yuboriladi. Yoki mana bu turda ham. Bular hammasi hozir ko'rsatayotganlarim turli xil nashriyotlarni, jurnal tahririyatlarini peer review, ya'ni taqrizlash jarayonining chizmasi. Ko'rib turganingizdek, bular deyarli bir-biriga o'xshash. Bu yerda ham xuddi shu muallif maqolani yuboradi jurnal tahririyatiga. Muharrir tomonidan u baholanadi-da, agar ma'qul kelmasa rad etadi, rad etiladi, bo'ldi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, qaysiki jurnalning maqsadiga, qamroviga, yo'nalishlariga, bu maqolani mazmun mohiyati, ilmiy yangiliklari, dolzarbligi mos tushadigan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, muharrir uni taqrizchilarga yuboradi. Taqrizchilar belgilangan muddatda muharrirga taqrizlarni yuboradi. Baholangan taqrizlarni yuboradi. Keyin demak, bosh muharrir tomonidan u taqrizlar ko'rib chiqiladida, agar qayta tuzatish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana revision jarayoni, qayta maqolani ustida ishlash jarayoniga muallifga yuboradi. Muallif uni qayta yana to'g'rilab, izohlar berib, kamchiliklarni to'g'rilab, yana boshidan bosh muharrirga yana jurnal tahririyati orqali, jurnal sayti orqali maqolani yuboradi. Birinchi variantda, agar taqrizlardan o'tgan maqola muharrirga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, darrov qabul qiladi. Maqolani o'sha jurnal tahririyati tomonidan chop etiladigan maqola talablariga moslashtirish uchun production jarayoniga yuboriladi, undan keyin publication chop etish jarayoniga. Yoki uchinchi variant butunlay taqrizdan keyin ham rad etiladi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, maqola taqrizdan keyingi jarayonda ham rad etilishi mumkin ekan. Agar taqrizchilar tomonidan, demak, ijobiy xulosalar berilmasa. Mana endi peer review, ya'ni taqrizlash turlari haqida aytib o'tamiz. Mana bu jarayonda bu yerda 4 tasini nomini ko'rgan edik. Bu yerda mana bir nechta taqriz turlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, bir tomonlama anonim taqrizlash, single blind deyiladi. Taqrizchi bunda muallifni biladi, lekin muallif taqrizchini bilmaydi. Ikki tomonlama anonim taqrizlash bor, double blind deyiladi. Taqrizchi va muallif bir-birlarini bilishmaydi. Bu qanday holatda bo'lishi mumkin? O'tgan seminarimizda, video qo'llanmamizda ham buni aytib o'tganmiz. Misol tariqasida ko'rsatganmiz, bitta jurnalga maqola yuborishni, o'shanda ikki xil manuskriptni yuklaganmiz.
Birinchisi manuscript with outsourced, ya'ni qaysiki qo'lyozma after detallari bilan. Ikkinchisi manuscript without outsourced edi, adashmasam, qaysiki qo'lyozma after detallarsiz. Bitta maqolada after va uni affiliatsiyalari bo'ladi, bitta maqolada after va uni affiliatsiyalari bo'lmaydi. Mana shu afterlar ma'lumotlari va ularning affiliatsiyalari bo'lmagan maqola taqrizchiga yuboriladi. Shunda taqrizchi sizni tanimaydi va siz ham taqrizchini tabiiyki tanimaysiz. 3 tomonlama anonim taqrizlash bor, triple blind. Bunda muallif ham, taqrizchi ham, muharrir ham bir-birlarini bilishmaydi. Undan keyin ochiq baholash bor, open review. Muallif, taqrizchi va muharrir, ya'ni editor. Muallif demak author bo'ladi, taqrizchi reviewer bo'ladi, muharrir editor. Bir-birlarini bilishadi, tanishadi. Ba'zi jurnallarda taqrizchilarning izohlari, ya'ni kommentlari deymiz yoki muallifga berilgan kamchiliklari va baholar ham ochiq chop etiladi maqola bilan birgalikda. Oxirgi variantda, ya'ni mualliflar o'sha kamchiliklarni tuzatgandan keyingi variantda maqola to'liq chop etilganda, undan oldingi demak taqrizchilarning izohlari, baholari ham chop etilar ekan. Yoki hamkorlikdagi baholash degani bor, collaborative review. Bunda taqrizchilar maqolani baholab, savollar va takliflarni berishi mumkin. So'ngra mualliflar ularga javob beradi. Bu dialog shaklida davom etadi, lekin taqrizchilar shaxsi muallif uchun sir qoladi. Keyin nashrdan keyingi taqrizlash bor ekan. Bu post publication review. Avval maqola chop etiladi, keyin ilmiy hamjamiyat uni ochiq tanqid qilishi, muhokama etishi yoki baholashi mumkin ekan. Keyingisi shaffof baholash bor ekan, transparent review. Nashr etilgan maqola bilan bir qatorda o'quvchi deganda, ya'niki o'sha maqolani o'qiydigan tadqiqotchilar, olimlar, ilmiy izlanuvchilar to'liq sharhlar tarixini, ya'ni qaysiki taqrizchini baholarini, izohlarini va unga muallif tomonidan berilgan javoblarni, jumladan taqrizchini hisobotlari, muharrirni qaror xatlarini va muallifni javoblarini ham ko'rishlari mumkin ekan. Odatda xalqaro ilmiy jurnallarda single blind va double blind demak turlari odatda ko'p uchraydi. Taqrizchilardan nimalar talab etiladi? Ya'ni sizni maqolangizni baholaydigan ekspertlardan nimalar talab etiladi? Maqolani dolzarbligi va original ekanligini tekshirish, metodologiyaning to'g'ri tanlanganligi va qo'llanilganini tekshirish, ma'lumotlarning to'g'ri tahlil qilinganligi va talqin etilganini tekshirish, xulosalarning tadqiqot natijalariga asoslanganini, adabiyotlar ro'yxatining to'liqliligini va to'g'ri rasmiylashtirilganligini, maqolani aniq va tushunarli yozilganligini ular tekshirib chiqadi. Hozir har birini birma-bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni maqolaning dolzarbligi va original ekanligi deganda ular nimaga e'tibor beradi? Qanday savollar ular o'z oldiga qo'yadi va nimalarga javob topmoqchi bo'ladi? Taqrizchi sizni maqolangizni baholayotganda. Tadqiqot mavzusi hozirgi ilm-fan uchun muhim va zamonaviy muammoga qaratilganmi? Maqola oldingi tadqiqotlarga yangi bilim qo'shadimi? Tadqiqotning maqsadi va savollari yangi yondashuvni taklif qiladimi? O'xshash, ya'ni bundan oldingi tadqiqotlardan farqli jihatlari aniq ko'rsatilganmi? Tadqiqot natijalarining amaliy yoki nazariy ahamiyati qanday? Maqola mavjud bilimlarni takrorlamayaptimi? Bu yerda yana qaytarib o'taman, tadqiqot deganda biz PhD yoki DS ishdagi tadqiqotni o'ylashimiz kerak emas. Tadqiqot deganda mana shu ilmiy maqolangizni asosini tashkil etgan tadqiqot nazarda tutilyapti. Siz PhD yoki DS ishingizni ham 3 yillik, 2 yillik ishingizdan ham bir nechta maqolani shakllantirishingiz mumkin. Unga aloqasi bo'lmagan mavzularda ham maqola yozishingiz mumkin, lekin maqolani asosini tadqiqot tashkil etish kerak. Bular ana o'sha tadqiqot haqida gap boryapti bu yerda. Ikkinchisi, metodologiyaning to'g'ri tanlangani va qo'llanilgani deganda taqrizchilar ilmiy maqolangizda nimaga e'tibor berishadi? Bunda tadqiqot savoliga mos metodologiya tanlanganmi? Tadqiqot dizayni to'g'ri tuzilganmi? Ma'lumotlarni to'plash usullari ishonchli va asoslanganmi? Nazorat guruhlari to'g'ri tuzilganmi? Statistik tahlil usullari to'g'ri tanlanganmi? Qaysiki agar sizda maqolangizda raqamli ma'lumotlar bo'lsa, statistikadan foydalanishingiz mumkin. Statistik tahlil usullaridan foydalanishingiz mumkin. Keyingisi, namuna hajmi yetarlimi va to'g'ri tanlash metodlari qo'llanilganmi? Agar namuna hajmi deganda biz o'sha
research metodisida ko'rib chiqqandek, shu Imrat seminarimizni o'tganimizda sample size deymiz. Sample size. Bu o'sha tadqiqot metodologiyasi bo'yicha o'qiganingizda bilasiz buni. Masalan, research population haqida aytib o'tganman. Sample size degani mana bu namuna hajmi. Agar siz survey research, ya'ni qaysiki savolnoma tadqiqotini amalga oshirsangiz, qaysiki respondentlardan javoblar yig'ib olib, uni tahlillarini amalga oshirgan bo'lsangiz, mana shu respondentlar, ishtirok etgan respondentlar sonini nazarda tutyapti. Misol uchun, namuna hajmi yetarlimi? Va oxirgisi metodologiyadagi cheklovlar to'g'ri ko'rsatib o'tilganmi? Buning uchun siz tadqiqot metodlari yoki metodologiyasi degan kursni deymizmi, agar internetda menimcha bepul video qo'llanmalar bo'lishi kerak, kitoblar bo'lishi kerak. Research methodology deb izlasangiz ham arzon kitoblarni, bepul kitoblarni topishingiz mumkin. Demak, tadqiqot metodologiyasi haqida biroz o'rganishimiz kerak bo'ladi. Biroz emas, yaxshigina o'rganishimiz kerak bo'ladi. Tadqiqot metodologiyasini o'rganib, undan keyin tadqiqotni amalga oshirsak, ilmiy maqolani joy-joyga qo'yib yozish ham ancha osonlashadi. Keyingisi, ma'lumotlarning to'g'ri tahlil qilingani va talqin etilgani deganda taqrizchilar nimani tekshirishadi? Ma'lumotlar tahlil usullari to'g'ri tanlanganmi? Statistik tahlillar o'rinli va to'g'ri qo'llanilganmi? Grafik va jadvallar ma'lumotlarni aniq va to'g'ri ifodalayaptimi? Natijalar haddan tashqari umumlashtirilmaganmi? Ma'lumotlarni talqin qilishda xatolik va kamchiliklar yo'qmi? Muammoli natijalar ham muhokama qilinganmi? Shularni o'rganadi. Yoki xulosalarning tadqiqot natijalariga asoslangani deganda taqrizchilar nimalarga e'tibor beradi? Bunda taqrizchilar maqolangizni xulosasida bevosita tadqiqot natijalariga asoslanganmi, yo'qmi ko'rib chiqadi. Xulosani tadqiqot doirasidan tashqariga chiqib ketmaganmi, yo'qmi ko'rib chiqadi. Tadqiqotning cheklovlari to'g'ri muhokama qilinganmi? Natijalardan kelib chiqadigan umumiy xulosalar asoslimi? Kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar o'rinlimi? Tadqiqot boshida qo'yilgan savollar, gipotezalarga javob berilganmi? Mana shu savollarga javob beradi. Biz bundan oldingi video qo'llanmalarimizda bu savollar, bu terminlarning hammasiga javob berganmiz. Conclusion, discussion va conclusion qismi bo'yicha alohida video qo'llanma qilganmiz. Tadqiqot cheklovlari, research limitations deyiladi, alohida bu bo'yicha alohida video qilmaganmiz, lekin conclusion va discussion qismida bu bo'yicha ko'p ma'lumot berganmiz. Kelajakdagi tadqiqotlar, future research directions deb aytiladi. Bunda ham conclusion va discussion seminarimizda ma'lumot berganmiz. Demak, tadqiqot savollari, research questions, research hypothesis haqida, demak, Imrat seminarlarimiz deyarli barchasida gapirib o'tganmiz. Hammasini video qo'llanmalar bor. Demak, bizni o'sha xalqaro ilmiy jurnallar va reytinglar bilan ishlash departamentimiz Telegram kanalida barcha mana shu kabi ma'lumotlarga javob topishingiz mumkin, video qo'llanmalarni ko'rgan holda. Yoki adabiyotlar ro'yxatining to'liqligi va to'g'ri rasmiylashtirilgani deganda taqrizchilar nimalarga e'tibor beradi? Mavzuga oid muhim va zamonaviy adabiyotlar qamrab olinganmi? Adabiyotlarga havolalar matndagi fikrlarni tasdiqlash uchun o'rinli joylashtirilganmi? Iqtiboslar keltirish me'yorlariga rioya qilinganmi? Adabiyotlar ro'yxati jurnal talablariga mos formatda rasmiylashtirilganmi? Barcha havola qilingan manbalar adabiyotlar ro'yxatida bormi? Adabiyotlar ro'yxatida ko'rsatilgan manbalar matnga to'g'ri kiritilganmi? Bular haqida ham ko'rib chiqadi. Maqolani aniq va tushunarli yozilgani deganda nimaga e'tibor beradi taqrizchilar? Bunda maqola tuzilishi mantiqiy va izchilmi? Maqola tuzilishi deganda o'sha Imrat formati nazarda tutilyapti. Introduction, literature review, methodology, results, discussion, conclusion haqida gap ketyapti. References. Terminologiya aniq va to'g'ri qo'llanilganmi? Jumlalar va paragraflar tushunarli tuzilganmi? Grammatik va imlo xatolari yo'qmi? Ilmiy uslub talablariga rioya qilinganmi? Matn qismlari, boyaga aytgandek, kirish, metodologiya, natijalar, muhokama, xulosa bir-biri bilan mantiqiy bog'langanmi? Bularni ko'rib chiqadi. Taqrizlash jarayoni afzalliklari. Ilmiy tadqiqotlar sifatini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'linadi. Xatoliklar va kamchiliklar aniqlanadi. Tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'linadi. Muallif g'oyalarini rivojlantirish, ilmiy jamoada, ya'ni ilmiy hamjamiyatda qabul qilingan standartlarga muvofiqlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'linadi. Qaysiki jurnal tahririyatlarga yuborilgan maqolalar agar taqrizlash jarayonidan o'tsa. Keyingisi taqrizlash jarayonidagi muammolar. Demak, bunda jarayonni sekinligi
bir necha oylab davom etishi. O'zi taqrizlash jarayoni kamida 4 hafta bo'ladi va yoki jurnalni o'sha jurnalga kelayotgan maqolalarni hajmiga ko'ra, taqrizchilar soniga ko'ra bu muddat ancha oshib ketishi ham mumkin, ancha. Taqrizchilar o'rtasidagi fikrlari qarama-qarshiligi va yuqorida aytdik, single blind, double blind, triple blind, ya'ni bitta taqrizchi, ikkita taqrizchi yoki 3 ta taqrizchi ko'rishi mumkin jurnal tahririyatlarini ichki siyosatlariga ko'ra. Agar ikkita 3 ta taqrizchi ko'rsa bitta maqolani, ularning fikrlari bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Bunda muharrir maqolani qayta baholayotganda qiyin vaziyatga tushishi mumkin. Keyingisi taqrizchilar orasida yuzaga kelishi mumkin noxolislik. Keyingisi innovatsion g'oyalarni tushunmaslik xavfi. Nashr etish bo'yicha noxolislik, qaysiki ijobiy natijali tadqiqotlarni ko'proq e'lon qilish. Bu yerda shuni aytib o'tish kerak, tadqiqot natijalari faqat ijobiy natijalar bo'lmaydi, salbiy natijalar ham bo'ladi. Lekin salbiy natijali tadqiqotlar bu tadqiqot emas yoki tadqiqot o'tkazilmagan degandek xulosa qilinishi kerak emas. Tadqiqot o'z nomi bilan tadqiqot, uni natijasi yo salbiy chiqishi mumkin yoki ijobiy chiqishi mumkin. Yoki qanday chiqishidan qat'iy nazar u tadqiqot va uni ilmiy maqola sifatida demak yoritib uni jurnal tahririyatiga yuborishingiz mumkin siz tadqiqotchi muallif sifatida. Bu yerda o'sha taqrizchilar uni faqat to'g'ri tushunishi kerak. Uni natijasi ijobiy bo'lmasa ham uni o'sha xolislik bilan baholab berish kerak. Vaholanki tadqiqot natijasi ijobiy bo'lmagan holatda ham u tadqiqot va u ilmiy hamjamiyatga kerak bo'lgan ma'lumotdir. Keyingisi, demak, taqrizchini javobgarligi va etikasi haqida gaplashsak, demak, maqola mazmunini maxfiyligini saqlash kerak taqrizchi. Manfaatlar to'qnashuvini e'lon qilish kerak. O'z bilim doirasida taqriz yozish kerak. Xolislikni saqlash kerak. Belgilangan muddatda taqrizni tugatib berish kerak va muallifga hurmat nuqtai nazar bilan munosabatda bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, taqrizdan keyin qanaqa qarorlar qabul qilinadi? Demak, yuqorida ham ko'rdik chizmalarda qabul qilinadi, ya'ni accept maqola nashr uchun qabul qilinadi. Lekin bunaqa holatlar juda ham kamdan kam. Taqrizchilarni 100% e'tirofiga sazovor bo'lgan holda kamchiliksiz maqola juda ham kamdan kam. Odatda maqola izohlar bilan, taqrizchilarning izohlari bilan qayta tuzatish uchun muallifga yuboriladi. Bu birinchisi, demak, agar qabul qilinsa accept bo'ladi, maqola nashr uchun qabul qilinadi. Yoki kichik tuzatishlar bilan qabul qilinadi. Accept with minor revisions. Kichik tuzatishlar bilan qabul qilinadi. Bunda kichik o'zgarishlardan so'ng qabul qilinadi, ya'ni bunda muharrir maqolani taqrizchini kommentlari bilan muallifga yuboradi, muddat beradi. Muallif o'sha muddatda maqolani kamchiliklarini to'g'rilab, revision processda deyiladi u, to'g'rilab yana qayta jurnal muharririga sayt orqali yuboradi belgilangan muddatda. Agar muddatdan o'tib ketadigan bo'lsa, bir necha kun oldin bosh muharrirga pochtasiga bu haqda yozib, unga muddat berishini so'raydi. Odatda muharrirlar unga muddat qo'shib beradi, so'ragan muddatini qo'shib beradi. Yoki uchinchi variant, katta tuzatishlar kerak degan xulosa qiladi taqrizchi. Bu major revisions required deyiladi, jiddiy o'zgartirishlar talab etiladi. Bunda ham bosh muharrir bu yerda qaror qabul qiladi. Jiddiy o'zgartirishlar tuzatish uchun yo muharrir muallifga yuboradi yoki balkim rad etish ham mumkin, butunlay reject, ya'ni rad etish ham mumkin. Keyingisi qayta ko'rib chiqish uchun qaytariladi. Revise and resubmit deyiladi. To'liq qayta ishlash kerak, maqola to'liq qayta ishlash kerak deyiladi. Bunda ham hali reject, rad etilmayapti. Yoki mana oxirgisida rad etish, reject, maqola nashr uchun mos emas degan qarorga keladi. Buni muharrir qaror qabul qiladi, taqrizchi emas. Taqrizchi faqat baholab beradi. Taqrizlarni muharrirga yuboradi, muharrir ularni tekshiradida, mana bu qarorlardan birini muharrir qabul qiladi, taqrizchi emas. Taqrizchini faoliyatini e'tirof etish, ya'ni jurnal tahririyatlar tomonidan taqrizchilarga qanaqa imtiyozlar beriladiki, ular vaqt sarflab mualliflarning maqolasini ko'rib beradi. Jurnal taqrizchilarni turli usullar bilan taqdirlaydi. Bunda vaucherlar ham berishi mumkin, qanchadir summali. O'sha vaucher asosida taqrizchini o'zi ham bir tadqiqotchi-ku, bir muallif maqolasini shu jurnalda muntazam chop etib kelayotgan mutaxassis. Keyingi maqolasini chop etayotganda o'sha vaucher hisobidan arzonroq, kamroq to'laydi o'zi odatda. Yoki ba'zi jurnallar taqrizchilarga sertifikatlar beradi, yoki taqrizchilar ro'yxati jurnalda e'lon qilinishi mumkin. Lekin bu hol juda kamdan kam bo'ladi. Orsit profiliga taqrizchilik faoliyati qo'shilishi mumkin.
yoki ilmiy hamjamiyatga qo'shilgan hissa sifatida e'tirof etiladi. Balkim bu yerda yana boshqa imtiyozlar bordir jurnal tahririyatining ichki siyosatidan kelib chiqib. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, taqrizlash jarayoni nima uchun kerak deganda, demak, taqrizlash jarayoni ilmiy jurnallar faoliyatining asosiy qismi. Bu jarayon ilmiy nashrlar sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Sifatli taqrizlash ilmiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi va taqrizchilarning bilimi va vaqti ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mana endi, hurmatli tinglovchilar, bu yerda hozir jurnallarning qaysi qismida biz peer review process, ya'ni taqrizlash jarayoni haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Ko'rib chiqamiz. Science Direct'dan boshladim. Science Direct'ga demak deyarli dostуп bor. sciencedirect.com ga kirganimizda Journals Books degan bo'limga o'tsak, mana bu yerda bir qancha jurnallar chiqadi, manbalar chiqadi va bu yerda jurnallarni belgilasangiz 170 ta jurnal misol tariqasida istasangiz Scopus ma'lumotlar bazasidan, istasangiz Web of Science, istasangiz yoki boshqa Simago ma'lumotlar bazasidan ham foydalanishingiz mumkin. Men bu yerda Science Direct ma'lumotlar bazasidan foydalandim. Journalsni belgilab, Nano Energy degan jurnalga misol tariqasida o'tdim va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana agar Science Direct jurnallaridan foydalansangiz, bu yerda o'sha muharrirni maqolangizni yuborganingizdan keyin muharrirni qaror qabul qilishi, ya'ni bu maqola mavzusi jurnalga mos keladimi, yo'qmi degan qarorni qabul qilishga 3 kun ketar ekan bu jurnalniki. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, uni taqrizchiga yuborganda, taqrizchilarga 58 kun berilar ekan uni taqrizdan o'tkazishga. Umumiy submission to acceptance maqolani yuborib to qabul qilingungacha 66 kun o'tar ekan. Va agar maqola qabul qilindi deb bugun qaror qabul qilinsa, 8 kunning ichida u chop etilishga chiqarilar ekan. Bu hamma jurnalda bunday emas. Bu mazkur Nano Energy jurnalida misol tariqasida ko'rsatyapman va mana bu yerdagi ma'lumotga qarab, bu jurnal ham Scopus ma'lumotlar bazasida, ham Web of Science ma'lumotlar bazasida borligini ko'rishimiz mumkin. Chunki site score termini faqat Scopusga nisbatan ishlatiladi. Mana bu ko'rsatkich Scopus ma'lumotlar bazasida chop etilayotgan mana shu jurnalning bitta maqolasi o'rtacha 30 ta iqtibos olyapti bir yilda. Yoki Web of Science ma'lumotlar bazasiga ko'ra bu jurnalda chop etilayotgan bitta maqola o'rtacha 17 tadan iqtibos olayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi biz taqriz haqida ma'lumot olishimiz uchun Guide for Authors, mualliflar uchun ko'rsatmalar bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda mana bu yerda peer review, mana taqrizlash degan bo'limni ko'ramiz va unga o'tsak, taqrizlash jarayoni haqida mana shu jurnalning ichki siyosati haqida tanishib chiqishimiz mumkin va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. This journal follows a single anonymized review process. Bitta taqrizchi ko'rar ekan, u taqrizchi sizni kimligingizni bilar ekan, lekin siz uni kimligini bilmaysiz. Yoki boshqa jurnalni ko'radigan bo'lsak, bu jurnalda mana For Authors'ga o'tganman. Demak, mualliflar uchun ma'lumotlarning ichida bu yerda siz agar jurnal izlayotganingizda, u jurnalda demak mualliflar uchun ma'lumotlardan yoki submission guideline, ya'ni maqolani chop etish ko'rsatmalari bo'limidan yoki shunga o'xshash bo'limlardan peer review processni izlashingiz kerak bo'ladi. For Authors'ga o'tganimizda bu yerda mana review process va buni bosib o'tsangiz mana review process haqida ma'lumot bergan. Demak, bu jurnal double blind review processga amal qilar ekan. Demak, ikkita taqrizchi ko'rar ekan, ular sizni tanimaydi, siz ham ularni tanimaysiz. Yoki mana bu jurnalga o'tsak, bu yerda demak information for reviewers, taqrizchilar uchun axborot degan bo'limga o'tganman. Bu yerda demak ko'rishimiz mumkin, taqrizchilar uchun ma'lumotlar bor ekan va unda peer review process yozilgan. Taqrizchilarning ma'lumoti yo'q. Bu yerda mana taqrizchilar uchun ko'rsatmalar bor va boshqa ma'lumotlar bor, lekin taqrizchilarning ism familiyasi haqida ma'lumot deyarli jurnallarda uchratmaysiz. Peer review processga o'tganimizda, demak, bu jurnalni taqrizlash jarayoni haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Demak, single blind review, bitta taqrizchi ko'rar ekan. Bu jurnalga maqola yuborsangiz, sizni maqolangizni bitta taqrizchi ko'rar ekan. Bitta taqrizchi deganda, bu jurnalda faqat bittagina taqrizchi ishlar ekan. Borgan yuzlab maqolani faqat o'sha bitta shaxs tekshiradi degani emas. Bunda taqrizchilar ko'p. Faqat maqolangiz bir shaxsga yuboriladi va bir taqrizchiga uni taqrizdan o'tkazib bergan xulosasini bosh muharrir tomonidan baholanadi. Bitta taqrizchini xulosasi bilan cheklanadi deyilmoqda. Yoki mana bu jurnalga o'tsak, bu yerda reviewers, taqrizchilar degan bo'lim bor ekanda. Agar u bo'limga o'tadigan bo'lsak, biz o'sha taqrizchilarga
taqdim etilgan ma'lumotlarni ko'ramiz, lekin taqrizchilar haqida ma'lumotlarni ko'rmaymiz. Bu yerda mana double anonim peer review process deyilgan. Ikkita taqrizchi ko'rar ekan, agar mana shu jurnalga maqola yuborsangiz. Yoki mana bu jurnalga o'tganimizda bu yerda demak submission guidelines yoki mana bu yerdan ham o'tsa bo'ladi. Submission guidelines maqolani topshirish ko'rsatmasi yoki mana bu yerdan ham o'tsangiz bo'ladi. Submission guidelines ga o'tganingizda, demak bu yerda peer review policy ni ko'rishingiz mumkin. Demak peer review process emas, peer review policy, ya'ni taqrizlash siyosati. Va unga o'tganimizda taqrizlash haqida ma'lumot berilgan. Single bitta taqrizchi ko'rar ekan sizni maqolangizni. Ya'ni bitta taqrizchiga muharrir yuboradi. Ikkita, uchta taqrizchiga emas. Ana endi ko'rishimiz mumkin, misol tariqasida ko'rsatyapman. Bu jurnalni, demak, Xalqaro tahrir kengashi a'zolarini. Bular bu jurnalni tahrir kengashi a'zolari, taqrizchilar emas. Odatda jurnallar veb-saytlariga kirganingizda tahrir kengashi a'zolarini ism, familiyasi, davlati, universiteti va hokazo ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin, lekin ular maqolangizni taqrizdan o'tkazib bermaydi. Ular taqrizchilar emas. Bu shaxslar jurnalni ichki siyosatlarini hal qiladi, jurnal tahririyati faoliyatini ga tegishli qarorlarni qabul qiladi, lekin taqrizdan o'tkazib bermaydi. Taqrizchilarni o'zi odatda ism, familiyasi jurnal tahririyati saytlarida ko'rsatilmaydi. Ma'lumot uchun ko'rsatib o'tyapman. Reviewers degani bilan bu yerda taqrizchilar haqida ma'lumot topmaysiz, taqriz haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi video qo'llanma orqali mazkur ma'lumotlarni yetkazib qo'yish maqsadimiz edi. Bu link Alfraganus universitetining xalqaro ilmiy jurnallar va reytinglar bilan ishlash departamentini Telegram kanali. Mazkur kanalda mavzuga tegishli ma'lumotlarni berib boramiz kafedra a'zolariga, Alfraganus universitetining kafedra a'zolariga va qiziqqan talabalarga yuborib qo'yishingizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.